Mirzo Ulug'bek tumani Akadem Garadokda 2.6 sotuvh yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda uglovoy tushgan ko'rishingiz mumkin. Jiloy maydoni 350 kvadrat metr, binomiz 3 qavatli, sifatli mahsulotlardan remont qilib bitkazilgan hovli. Juda ham zo'r taklif. Kirishimiz bilan fasadimizga baho beringlar. Hozirgi zamonaviy stilda remont qilib bitkazilgan. Zeleniy zona uchun joylar qoldirib ketilgan. Hali uborka ishlari полностью bitkazilmagan. Ahamiyat qilmaysizlar. Umumiy sanuzel, yozgi oshxona, naveslar qilib qo'yilgan. Bemalol 2-3 ta mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham zo'r mahallada joylashgan. Uyimizning ichki qismi sifatli mahsulotlardan remont qilib bitkazilgan. Kirib hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman. Kirishimiz bilan kattagina hol kutib oladi. Garderob o'ng qo'limizda. To'rtdek xonamiz oshxona. Ikkitalab romlar qo'yilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. O'rtada umumiy sanuzel, hamma xonada klimat kontrol bor. Sanuzelimizga baho berasizlar. Visyachi unitazlar qo'yilgan, plus o'tiradigan dushovoylar qoldirilgan. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul bo'ladi. Zal kattagina. Bemalol shu yerda mehmonlar kuturasizlar, did bilan remont qilib bitkazilgan. Ustida kelib ko'rsanglar, tushunasizlar, yaxshi narsalar ishlatilgan. Patologlarga baho beringlar, hammasi qo'l mehnati va birinchi qavatga tegishli spalni. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan ko'tarilishimiz bilan shunaqa katta lyustralar kutib oladi. Meshkomnatniy hol. Aytib o'tganimdek, hali uborka ishlari bitkazilmagan, lekin uyimizning remonti 100% bitgan. Balkon bor. 2 ta bolalar yotoqxonasi, umumiy hisobda 6 ta xonasi bor uyimizda. O'rtada kattagina sanuzel, sanuzellarga lekin o'zgacha mehr berishgan ekan. Chap qo'limizda yana bitta xona. Va ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni ichida o'zini sanuzel bilan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan splashnoy kattagina hol sifat joy kutib oladi bizani. Visokopatolochniy qilingan. Aytib o'tish esimdan chiqibdi. Hamma xonadagi romlar Angelberg romlari. Bu yerda katenni va yana bitta xonamiz bor. Uyimizning narxini $450 ming ga narxlayapmiz. Pastda nomerni yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.